Diqqat aholiga tezkor xabar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda ham Qurbon hayiti sanasini rasman e'lon qildi. Buni hozir video davomida bilib olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zingizni aldamang, tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yalliqlanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi, erkaklar quvvatini kuchaytiradi. Vulkan bilan sokin hayot kechirasiz yoki qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Vulkan ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, 30% chegirmaga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab yetkazish mutlaqo bepul. Diqqat qiling, O'zbekistonda ham Qurbon hayitining sanasi 27-may chorshanba etib belgilanmoqda. Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan o'zbekistonliklar 5 kun dam olishadi. 27-may chorshanba Qurbon hayiti dam olish kuni, 28-may payshanba barcha uchun qo'shimcha dam olish kuni, 29-may juma barcha uchun qo'shimcha dam olish kuni, 30-may shanba haftada 6 kun ishlaydiganlar uchun qo'shimcha dam olish kuni, 31-may yakshanba barcha uchun odatiy dam olish kuni, 1-iyun dushanba ish kuni deyiladi xabarda.